o'zini oshkorlashni xohlamagan vaziyatdan xabardor bir kishining radiomizga avatgan inkosida Uyg'ur elida yaqinqi yillarda atalmish qonun bediklari paydo bo'lganligi, ularning tutqun oila tobatlaridan ko'p miqdorda pul elib, tutqunning jazo muddatini tushirib berishga yoki nuqtaliq kishilarning arxividagi tarchikni yuyitishga va'da berganligi, bu va'dalarning nihoyat oz bir qismining amalga oshadiganligi, ko'pincha hollarda tutqun oilalarning ziyonga uchraydiganligi qayd qilingan. Inkasda yana bu ahvolning paket sifatida Korlida muddatsiz kesilib ketgan tijoratchi Mahmud Mamat oilasining qonun bediklariga 400 ming yuan pul to'lash orqali uning jazo muddatini 20 yilga tushirganligi qayd qilingan. İlgirki aniqlashtirimizda Mahmud Mamatning plandan sirt 3 farzandi bo'lganligi va Turkiyani ziyorat qilganlik uchun muddatsiz kesib etilganligi oshkorlangan edi. Biz yuqorqi ahvolni oydinlashtirish uchun Mahmud Mamatning Turkiyada 6 farzandi bilan birlikda yashayotgan ayoli Kifoya xonimdan ma'lumot so'rdik. Ustida avatganlarim shu bizning plandan sirt tug'ildi degan bolalarga qo'ygan jarimonasiga birinchi qatimliq tug'ilgangan 41,427, ikkinchi qatim tug'ilganga 93,204, uchinchi qatimliq tug'ilganga 244,428 bo'lib, jami 379,000 ko'din olsak oshidiki. Kifoya xonim urug'tiqanlardan qonun bediklari bilan aloqalashganligi yoki zo'r miqdorda pora berganligidan xabari yo'qligini ta'kidlash bilan birlikda plandan sir tug'ilgan 3 farzand uchun jami 379 ming yuan jarimani to'laganligidan xabari borligini bayon qildi. Shu jarimani qo'yibdiki, bu jarimalarning hammasi to'labdi. Kim to'ldi bekini uqmadim. Shu jazosi eg'rib ketmagay deb hamini to'labdiki, shuni to'lagan bo'lsa-mamdi shu ishda. Bu vaqtda qo'lida 3 parcha jarimani talon borligini eskartgan Kifoya xonim yaqinda yo'ldoshining jazo muddatining 19 yillik ekanligi haqida uchraganligini eskartdi. Nima plandan sirt farzandlik bo'lgan, chet elga chiqqan deb 19 yillik kesib yetibdi deb angladim. Mahmud Mamat Korlida 6 farzandi va bir kelini bilan birlikda kesib ketgan 78 yoshli Xalchan Fazil ismli ayolning o'g'li bo'lib, bu qitim aniqlashtirimizda Korldagi bir soqchi xodimi Yaxshi, ha, qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Mau Korla qarilg'indiki bir soqchixona turibmi? Hozir nima ish qilyapsizlar? Hozir nima ishlar bilan? Shuba darvozdan tuyda. Chenkon qolg'ay, hamma chenkon bo'lgan, chenkon qaraymiz deyapti. Mahmud Mamatning qilonliq tutqi buzg'unchilik qilganlik sababidan 20 yillik kesilganligini dalilladi. Bu 78 yoshli Xalchan Fazil degan ayolning ballardan hozir bu qanchasi turmada, hozir qanchasi sirtida? 8 ulardan qanchasi hozir turmada yoki tarbiyalashda? Hammasi kesilib ketdi. O'g'li, cho'ng o'g'li Mahmud Mamat bu nima sababdan kesilgan bo'ldi? Kirasi sirib tuqqanlar. Balani demirgetdi deb shunga bilan apagan. Qancha bolasi bor ekan? 6. Unda 3 bolasi shu plandan ortiq qolgan bo'lamdi. Ha, shu. Qancha yillik kesilgan bo'ldi? 20 yilmi? Qayerda jazo muddatini qayerda o'tayotdi hozir? Kayfiyatchuda. Ammo bu jazo muddatining asldagi muddatsizdan o'zgartirilganligi haqida ma'lumot berilmadi. Amsil ishkachini planli to'g'ri xilof bo'lganlik uchun aytisizlar. Shunaqmi sizlarniki? Muddatsiz kesilgan deb anglagan. Ham bu saqchilar shunday deganda biz oldingi yili bu telefon qilgan chaqda. Undaq bu o'zgarga o'xshamamdi 20 yilga. Uni men bek umaytganman. Uyg'ur elida tutqun oila tobatlaridan izchil taqib ostida yashayotganligi, har xil siyosiy yuginish, hatto ba'zida majburiy emgaklarga selinayotganligi ko'plagan faktlar bilan oshkorlangan bo'lsa-mu, ammo ularning qonun bediklari tarafidan qaqti-so'qti qilinayotganligi haqida ijtimoiy taratqularda inkoslar yo'q derlik edi. Amerikada yashayotgan lager shohidi Zumrat Davud ilgari Uyg'ur rayonida pora berish orqali jazoni yengillatishning mumkinchiligi keng bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoyning hamma yerda men kichikimdan tug'ilib cho'ng bo'lganga qadar mushundaq o'ttirda qilamg'ashni men qilib birman deb yo'l orqali tonish orqali bejiriladi. Lekin men bu shu eng oxir qatim vatandan qaytadigan vaqtida bek chingib ketdim. Onda ish mumkin bo'lmaydi. 2017-yildan keyingi cho'ng tutqunda buningga imkon qolmaganligi va Xitoy hokimiyat qatlamidagi xeli nafsi yo'g'an amaldorlarning pora ilishga jur'at qilolmas bo'lib qolganligini tilga oldi. Qonun organlariga, hukumatning organlaridagi odamlarning shunda dirs yegizdiryaptiki, u hukumatningki tumir taqsi tamoq yotganlarning hech qaysi undaq pora ilib berish qilolmaydi. U o'zining plandan sirt bir farzand uchun 18 ming yuan jarimani to'laganligini eskartib, Mahmud Mamat oilasi to'lagan 379 ming yuandan pora bo'lmasdan ayoli degandek jarimani bo'lish ehtimolligini o'tirib qo'ydi.
Aşu ayolning 300 necha ming koy jarimani to'ldim degani to'g'ri. Chunki menmu balamga tug'ut jarimanisining eng tövünini men to'lagan 18400 koy. Chunki mening 3-chi balamni tug'mus bo'lmaydi, tug'musa hayoti xavf ichida degan mening isbotim bor, hozirgacha bor. Lekin aşu yil soniga qarab balaning soniga qarab, masalan mushu 4-chi balaga hassilab, uchinchi balaga to'laganning bir hasschilik degandek-ku. 300 necha ming to'lagan bo'lsa, ashta to'laganlar bor, rost bor. Lekin bu o'tirdi mangdigan bedikchi deganlar u 2018-17larda mumkin emas. Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxivining yetakchisi, sobiq advokat Baxtiyor Umar apandi 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunning dastlabki yillarida bo'lmasimi, yaqin qishki yilda qonun beriklarining qayta paydo bo'lganligi va tutqun oila tabobatlarini qaqti so'qit qilayotganligini tilga oldi. Agar siyosiy jinoyatchilar bo'lmasa, Xitoyda har qanday jinoyatni yengillatish, jazosini bekor qilish yoki u odamni shu xildagi jazodan oqlab chiqarib kechirim qilish ahvollari haqiqatan mavjud, ham buni pul orqali qilib bo'ldi. Hamda bu lager ochilgandan keyin hech qanday bunday usullar qolmagandi. Haqiqatan keyingi vaqtlarda shu lagerga kirib ketganlar yoki shu sababdan kesilganlar bo'lsin, bularni qonunning ichi va sirtida hamkorlashib qaqti so'qti qildigan, masalan puli borlarni bilsa bolalaringni urug' tuqqanlaringni achqib berma deb qaqti so'qti qildigan ahvol hamma yerda yuz bergan. Hatto buningki soni bir necha millionga borgan pul soni bu yerdan achqib berish haqqi. Qonun bilan boshqarilmayotgan bir davlatda har qanday bir shakldagi qaqti so'qti qilishning mumkinchiligini eskartgan Baxtiyor apandi bu vaqtda o'zlari kelgan inkoslarning borligini eskartdi. Lekin Xitoyda hech qanday qonunning mavjud emasligini hammamiz bilamiz. Buni atalmış qonun icra qiluvchilar yoki yerlik siyosat xalqini qildi. Haqiqatan bu bidikchilik nihoyatda bozor topgan bir ahvol yuz bergan. Buniki nurg'un guvohchilarniki guvohliklarini angladik. Baxtiyor apandi yana Mahmud Mehmet ailesi to'lagan 379 million pul mayli jarimani yoki pora bo'lsin, Uyg'ur elining iqtisodiy vaziyati ko'z tutilsa, buning nihoyat og'ir bir iqtisodiy bedel ekanligi, ammo jazo muddatining muddatsizdan 20 yilga tushirilishining tilg'og'idek darajada cho'ng o'zgarish emasligini ilgari surdi. Hamda bu kishiniki muddatsiz kesilib, nihoyat zo'r bir so'mda jarimani ilingandan keyin uningki 20 yilga tushirilgani amaliyotda bir qaqti so'qti hisoblandi. Chunki bu muddatsiz degan 20 yil deydigan bir atalg'um bor amaliyot. Chunki bu muddatsiz kesilgan kishilar odatda 20 yil atrofida qo'yib berildi. Lekin bu odamningki atalmış cinayetimi iqtisadi jihatda jarimani qo'yiladigan bir jinoyat emas. Ya'ni bu odam ya qatnash vaqasi paydo qilmagan, ya mol mulk ziyoni uchratgan, ya boshqa bir narsa yo'q. Ya'ni bu odamning mol mulki bo'lganligi uchun, ya'ni urug' tuqqanlarining to'lash iqtidori bo'lganligi uchun buni eng yuqori summada bu odamni ola olgancha iqtisodiy jihatda shulib olgan. Ya'ni buni qonun doirasidagi bir ish deb qarashga bo'lmaydi. Hurmatli radio anglag'uchilar, ma'lum bo'lishicha Mahmud Mehmet növbette Korli Sanaat Rayonu türmesinden 7. atrıtıda ceza müddetini ötmekte. Kanalımızga a'zo bo'lgan bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab quvvatlashi, tarixni berishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.